Şu bugün açığım geldi qarang. Bu xislat müdür özünü lider çağlap qiliyotgan o'xshamamda. Lekin xislat müdür xizmatni nihoyat yaxshi ishlaydi. Shunga lider uning ishini-da. İşini-da. Bu meningcha ishinish masalasi emasmiki. Ularning o'rtasida azroq g'ayri munosabat bormikin deb o'ylayman. Bu xislat müdür nihoyat axloqli qiz bo'ldek ko'rindi. Biroq to'ttamningmi qo'liga var. Biz bu gapni qilib, atugin bola qilmayli yana. Bu boshliq bilan kotibning o'rtasidagi munosabat deganmi qash bilan kirpikdek yiqilib bo'ldigan ish bu. Agar mush xislat müdür hali deydigan bo'lsa, mush direktorga moqqid xo'shi qilib qabul qilarmikin? Direktor, Agar sizlar degandek bo'lsa, biz cho'qim xo'shallik bilan qabul qilamiz. Biz unda demoqchi emas. Biz unda demoqchi emas. Men gapinglarning hammani tafsil anglab chiqdim, ha? Ishkinglar bo'lmasa, dadamning xili sodiq mudirlari, ha? Og'zinglarga hezi bo'lib yuringlar. biz İşlemdingizmi? Praktik vaqtim to'shibdi-ka. Bugun rasmiyatlarni bajargili keldim. 2 oy vaqtim shundoq tez to'shib ketdimi? Shunda. Nim degan tez o'tgan bu 2 oy. Bo'ldi, sizni ko'ramaydi albatta. Chiqay chiqay. Mumkin emas. Hargiz mumkin emas. xislat müdür hali deydigan bo'lsa, Oy, ha keldinglarmi? Onun üstüge boylıqı aldın ala, avazını ılıqı, önüge ilağın naqşı emas. Bu naq meydandaki naqşı. Hayır, keldi qara. Ha, qandaq? Kimlikni to'liqlab belgili bo'lamdi-ki? To'liqlab berdigan bo'ldi. Lekin shu bir necha kun saqlaydigan o'xshaymiz. Mayli emasmi? Saqma putsila. Shu qaysar ko'rinmaydi qofka. Oy, ba aka. Uydan chiqmay o'tirdi-ku. Nima ish qildi-ki tang uy o'jirisda? Ha, tomoq yegansizlar? Biz choy ichdik. Aka, sen o'tirib turgin. Men choy demlab chiqaychi. Ha, bir shundoq qila. Ham yerdan ishlayapman. Voy bala. Alban cho'qimli yaxshi ma'lumotlar bo'lsa, teklif qilib o'g'limni sistemlab bir tarbiyalaga. Ol balam hesap qilay. Qaras bola. Ha. Necha kun bo'ldi bo'y turayotqili. Ota-onangizni telefon berib xabarlantirib qo'ydingizmi? Hey, bu otam deganchi boladan bek ansiraydi. Mening qizimmi Qashqada. Kunda nima yegandi, nima ichgandi deb xiyolim shu yerli bolam. Shu amma xabarlantirib qo'ysam-ku bo'ldi. Lekin o'zimning telefoni yo'q. Ondan teshig'i chiqsam, ommaviy telefonim yo'q ekan. Voy balam, nədiki gapni qildi ekansiz? Uyda telefon bor. Voy juring. Mening qo'l telefonimda hozir uring. Men qarab turay sizga. Ha? Adaş qana oldu? Aloqlasha oldingmi? Voy, men telefon qilmay qolamda, men qilsam etikka shu. Etib oldi albatta. Qarab turmang, bir mo'sh bu ziyon bo'lgan ozda saqchib chiqdim men. Ha?
Ha, ma'qul. Lekin xabar olsa menga vaqt dajma adash. Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Xo'sh. Nima? Qo'g'livatdi? Nimaga qo'g'livatdi? Nimni xato qilganimni bilmayman. Tuyuqsiz chaqirtib qo'g'livatdi. Siz bir ishni xato qilgan gap. Kamchiligingiz tutqizmasangiz, u siz nima ish qo'g'laytidi? Shu tuxum. Tuxum? Tuxum yeganim uchunmi? Shundoq. Men mening odamlarimning ma shirkatda bir narsa yeyishni qat'iy yoqtirmayman. Uning ustiga ma ish derzini ichib etmay butun shirkatni tuxum purti tutibsiz. Kechiring, atigan nashta qilishga o'rgan. Ey, yerim soat baldir qopsangiz ham tugaydigan ish bu. Men siz kirgach ishik derazani ichib etmoqchidim. Bek banaringizni uzat geysin. Bo'ldi. İşte to'xtam. Chiqin. G'alit ish bu. Yo'q qilan ishlarini bahona qilib qo'g'livas qandoq bo'ldi? Shu emasmi? U yerda 9lar bilan ishga keladi. Bugun yarim soat burun kelibdi. Nasbas to'g'ri meni. Endi bu Polat direktoriga kimni saplab bersak bo'lar? Ya bo'lmasa Odila navatamdiga. Odila? Bo'g'dik. O'zingizni tunishtiring. Mening ismim Odila. Yaxshi aytalamsiz? Ha? Yo. Bo'lsa qaytsangiz bo'lgan ekansiz. Menga yaxshi aytalaydigan katib lazım da. Bu Qayta. u saran bo'pti. Rostili saran bo'pti. Bundaqda bu keyingisi qanday bo'lgandi? Mening ismim Aliya. Ben sizni tanıymadım. İngilizce bilemsiz? I began to learn English from high school. Certificate in English 4. When I was college, I taught English training class. Bo'lsa qaytsangiz bo'lgan ekansiz. Men inglizcha, ruscha, fransuzcha bilaman. Siz yamanjiq til bilgansiz-ku. Yaxshi aytalamsiz? Naqsha dedingizmi? Men naqshaga paq qiziqaman. Qara qog'larim qayralab bo'shdi. Bo'ldi. Nima shu? Yaxshi aytadigan odamlar faqat xushamaydi da. Qaytsangiz. Yaxshimisiz direktor, men ismim Nadira. Bu yil 25 yoshga kirdim. Bo'lsa siz chiqib ketsangiz bo'ldi. Yaxshimisiz direktor. Qaytsangiz bo'ldi. Yaxshimisiz direktor, ismim Nafisa. Men shirkat xizmati bilan shug'ullanaman. Yaxshimisiz direktor, ismim Gulfiya. Mening kompyuter saviyam bilan davlat tili saviyam yaxshi. Qaytsangiz. Yaxshimisiz direktor, ismim Madina Hasan. Bu yil 25 yoshga kirdim. Hisob boshqarish kasbida o'qigan. Qaytsangiz bo'ldi. Buna katib lazım da qilmaydi. Lekin katib bekitishda direktorning degini hisobda. U bizni bo'zak ko'rib qoldi. Biz bu yerga xizmat qilg'ili kelgan. Uning sesiq gaplarini, to'nqaboqlarini ko'targ'ili kelmagan. Shu emasmi? U rostla bizga gol qildi. Rostlam. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yenisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalık sopun paraşütü vətmə erkin çıxırdı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Bu şoxluqlar mendila. Bu güzellik mendila. Bu sarxillik sendila. Her gün her joyning yarışığı parilar ming rang lavsruqlari. Parilar. Men Dilkan Xalqaro So'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Lider nima ish Polat qiras gap qilmaydigandi? Liderni loyiq Amina xonim tursa, ya siz bo'lmisiz? Lider vaqtini sir tutmoqchiga. Bundaq bo'lganda siz aslida uni ishxonasiga yo'tib ketamsiz? Yo'q. Bu qandoq gap endi? Hargiz undaq bo'lmaydi. Qalaymagan gap qilmang.
Cesur doktor uyga ketmaganmidi? Yo'q, qaytib ketmadi. Kecha operatsiya qilgan bemorning ahvolida o'zgarish yo'q qilib, Jasur doktor qaytib keldi. Kecha bemorning ahvolidan xabar olg'achqa yaxshi orom ololmadi. Hozir bemorning ahvoli qanday? Hozir xil yaxshi, xatarlik bosqichda o'tib ketdi. Uyg'otma, uxlayapsiz. Nima? Meni Po'lat direktorning qishiga yutib ketamsiz? Aliya. Bugungi faoliyatga men qatnashmasam bo'ldi-qandu? Ha, bo'ldi. Tushdan keyingi yig'inda liderning yenidan ayrilmang. Bildim müdür. Ertasiga soat 8da liderning nashtasini, doğrusini tayyorlab bering. Uningdan boshqa qisqa uçur orqali liderga yig'inning o'rni ham vaqtini eskartib qo'ying. Tushundim müdür. Bugun toza mijozim yo'q. Ishdan baldiroq tushmoqchiman. Japat qolgan bo'lingiz. Asmamadim. Xislat müdür. Men aytadigan 7:30 bilan kep bo'lma. Baldiroq kelib, tayyorlikqa qashtirasiz. Kim biladi? Direktorning ishxonasida men bo'lamanmi yoki istipanammi? Men obdanroq o'lish taqsam bo'lg'idek. Istipanami? Balam, atangiz nima ish qildi? Dadam bag'vonchilik qildi. Bizning bir beg'imiz bor. Shu yerda chilan terib kirim qildi. Ha, atangiz toz ilg'or dehqonkanda. Boshqa tuqqanlaringlarchi, ular nima ish qildi? Ularimiz yurtda. Mening bir akam bor. Voy, qaysar akangizga o'xshash akangizdan birisi bor ekanda. Lekin sizda chilar qo'laman. O'jan ma aqlliqligini, voy tatliq, voy umaq. O'jan odamning amroqligini kaygus. Sizni bunday ekan hamma desam bo'ladi. Voy jinim balam, apa desingiz mayli. Yaxshimisiz, qo'shnim? Yaxshi, yaxshi. Keling. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshidir. Men tam qo'shningiz. Ha? Mal so'qmoq xonimi? Ha, bu so'qmoq do'koni mening. Ismim Olim. Necha kun bo'ldi kiramadim. Yaxshi bir do'kon ochib olibsiz. Muborak bo'lsin. Voy, rahmat, o'zingizdan bo'lsin. Bu mening do'konimning mahsuloti. Tetib boqasiz. Voy, avvar bo'lib. Rahmat. Ondan tam qo'shni bo'lgandan keyin qanday bir ish kuchlar bo'lsa, yardım kerak bo'lsa, ayt desingizli bo'ladi. Ma'qul. Sizning qanday ishingiz bo'lsa, kiravering, ha? Tatinmang. Ma'qul emsa, men chiqay. Bo'ldi, rahmat sizga. Sizning ismingizni? Ha, Oysham. Ismim Oysham. Ha, ma'qul. Ma'qul. Ay balam. Nima deymiz endi? Bu balla shundoq tarbiyasiz cho'ngib qoldi. Ha, faqat adamgarchiligi yo'q. Mush itpagan tomog'ini yeydi, yeb bo'lpam uylarga kirib yotdi. Voy, uni bir dema. Ha. What's Parizda da. Voy, tishmoda. Ishlaringiz tugdimi? Ha, bo'pmi. Balam, ishlaring tugab qoldimi? Voy, anim bo'lsa. Voy, mendan xotirjam bo'l. Ammo ballavago sening yo'qligingni bilindirmay. Shundoq yaxshi qaravotdi menga. Mo'minjonmuchu kunda kelib yo'qlab turibdi. Ishlaringmi oz qolgandi? Bo'ldi balam, bo'ldi. Kashqurun gaplashaylikmi? Adam kirib qoldi. Buldu. Keş görüşeyle, ha? Voy. Hemen açtın düştün. Sen saklap durun.
Hazırlan bana ya. Hı. Resmiyet anlamışsın becerilik oldum. Ben de erteledim başlap koydu aramadı. Hem de duydum ha? Ha. Yaxşı oldu. Hı? Bu 2 ay praktik vaqt acab tez to'shib ketdi. Bunun hech kimimiz kunni ko'rishamaydigan bo'ldik-da. Hiç görüşemeymiz. Hiç olmaz telefon basıp görüşüp durmaz. Ben ne çok telefon kılmay. Cesur. Ha? Bizga qizim men chet elga chiqib o'qig'im yo'q. Uyi bo'lsam yolg'iz g'iribsin qilishimdan qo'rqaman. Berna, bundan demem. Bu bir yaxşı fırsat. Ben siz şimdi siz çokum kılalaysiz. Hı? Kim biladi? Direktorning ishxonasida men bo'lamanmi yoki istiqboldanmi? İş bir yere gitganda hamma bak chiqish kerak. Kim qapsiz bu? Bu ne lan? Bu ne deb, buni kim dadam bilan bo'lgan har qanday munosabatda saqlamoqchi. Nima? Bu pulni elib shirkatdan ket demoqchimi? Siz kino ishlatamiz, siz ilishib qoldingizmi? Ha? Elishib qoldingizmi da? O'zing boshliqqa ishlarga qilamda. Ben siz necha qatim aytdim. Lider bilan hech qanday munosabatim yo'q dedim-ku. Siz nima ishonmaysiz? Ilama pulni. Nima ish bo'ldi? Filmda tasvirlanayotgan, ifodalanayotgan mazmun haqiqatan bizning jamiyatimizda, bo'pmi shahar turmushida dal yuz berayotgan hodisalarning biri. Ya'ni jiddiy sur'atda davom etayotgan shahar hayoti otalar bir oiladagi ota-onalar bilan farzandlar o'rtasida saqlanib bo'lmaydigan darajada ma'lum bir uqishmaslik, o'zaro tushunishmaslik hodislarini paydo qilib qo'ydiki. Masalan biz Urumchining turmushini olib aytsak, yana nurg'un oilalarda mana shunday qasddanlik yo'q. Farzandlarning va dada onaning o'rtasida bir-biriga qiydaydigan, bir-birining fikriga bo'ysunmaydigan ish hodisalar davomli yuz berib turdi. Ba'zi farzandlar xizmat jiddiyligidan, xizmatning besimidan, jamiyatdagi munosabatlarning murakkabligidan, har xil sabablar tufaylidan ota-onalarning maqsad muddalarini tushunishga ko'ngil bo'lmaydigan, ular bilan tafsiliy o'tirib oldirmay, mundashmaydigan, sirdashmaydigan, mana shunday sirdashmaslik sababidan o'tirda orliq paydo qilib qo'ydiganda ishlar bor. Yana garchi maqsadsiz yoki qasddansiz bo'lsa, oldirashchilik ichidan bugun bordim, ati bormsam bo'ladi yoki bir necha kundan keyin berib ko'rishsam bo'ladi degandek shunday bir bana sabab bilan ota-onalarimizni vaqt qaralida yo'qlab, ularning holini so'rab turmaydigan ahvollarmi bor. Ularni qasddan unda o'rlashtirgan ish emas. Haqiqatan jiddiy shahar turmushida yashayotgan farzandlar to'laroq vaqtdan bir qisilib qoladi. Chunki cho'ng shaharlarning turmush sur'ati intayin tez,
bir ishga bir ish ulashib kelayotgan, xizmatga munosabat ulashib kelayotgan degandek. Ko'p ota-onalar hamda ota-ona deganning bag'ri keng bo'ladi. Har qanday ota, har qanday ona o'z farzandini ayblamaydi bu ish to'g'riliq. Lekin dillari bir xil g'irib besib qoladi ekanda, shunday bo'lganda. Ranjimagan taqdirda man shu farzandlarni ko'gis keldi, necha qatim ko'gis keldi, necha qatim apu qildi, necha qatim to'g'ri tushundi, lekin oxiri bo'lganda bu apu qilish, bu chidam g'ayrat yig'ilib kelib ko'nglida bir xil g'ubar yoki bir g'am andishi yoki bo'lmasa shunday bir xil g'iriblik paydo bo'lib qoldi ekan. Hamda ota-onalar farzandlarning kichik vaqtida uningga tog'dek, bog'dek bir obrazda bo'lsa, bolalar cho'ng bo'lgandan keyin ota-onalar xuddi o'zining ballarning kichik vaqtiga o'xshash bir almışıp qilish bo'ldi ekanda. Cho'ng bo'lganda ota-onalar bolalarga ehtiyojli, bo'pmi bolalarning mehr muhabbatiga ehtiyojli bo'lib qoldi ekan. Shu sababdan bu filmda yana bir olg'a surmoqchi bo'lgan bir markaziy ideya oiladagi ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi o'zaro tushunish, o'zaro ishonch, o'zaro shunda bir-biriga ota-onalarni tushunish va ota-onalar farzandlarni tushunishi degandek shunda bir haqiqatni shu jamiyatda yashayotgan barliq kishilarga o'qitmoqchi. O'zaro oilada shunda yaqin sirdishish ko'proq bo'lganda farzandlar va ota-onalar o'rtasida cho'qim nurg'un narsalar o'zaro tushunib yeshiladi, uqishmasliklar yeshiladi, tushunish cho'nqurlashgan sir mehr muhabbat cho'nqurlashadi. Menimcha yana bu voqelik orqali kishilarga demoqchi bo'lgan bir gap shu. Farzandlar va ota-onalar o'rtasida ko'proq sirdishishning muhimligi, o'zaro tushunishning muhimligini o'tirib qo'ymoqchi. Menimcha bu filmda tasvirlanayotgan, ifodalanayotgan voqelik bizning jamiyatimizda bo'lmi, shahar turmushida yashayotgan oilalarda dal yuz berayotgan hodisa deb o'ylayman. Ya'ni bizning shahar turmushining bu sur'ati tezroq. Farzandlarimiz cho'ng bo'lgandan keyin ular xizmat, har xil munosabat sababidan oilasini, cho'ng oilani bo'lmi ota-onasini maqsadsiz holda hamda to'laroq yo'qlab turmaydigan, yo'qlayolmaydigan, vaqt qaralida ularning ahvolini so'rab bo'lolmaydigan, ular bilan tafsiliy o'tirib, qallasida paydo bo'lgan ba'zi bir uqishmaslikni yechish uchun harakat qilmaydigan, ammo shunda bir ishlar bor, bu haqiqat. Shuningga mushu voqelik orqali, filmdagi voqelik orqali yana bir jamiyatga o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan bir fikr nima desa, ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi uqishmaslik, tushunishmaslik faqat o'zaro sirdishish, ko'ngil bo'lish, alaydan vaqt chiqarib ko'proq fikrlash orqali menimcha cho'qim yaxshi ifodasini topadi degan bir fikrni o'tirib qo'ymoqchi deb o'ylayman. Bu yolg'iz oilaviy munosabatni tanlash uchun emas, balkim keng jamiyatdagi har soha kishilar o'rtasidagi munosabatni tanlashga cho'qim foydali. O'zaro ko'ngil bo'lish, o'zaro tushunishni cho'nqurlashtirish.